Quyidagi trigonometrik soddalashtirishni ko'ramiz. Shartida hisoblang degan. Boshlang'ich bilimga ega bo'lganlarga tavsiya berishim mumkin. Ya'ni trigonometriyani endi o'rganganlar bunday savolda ancha qiynalishadi. Qanday fikr kelishida ozgina muammo bo'ladi. Qanday formula ishlatsam ekan degan savol qiynaydi. Maslahatim bunday savollarda albatta test bo'lsa javoblariga e'tibor berish kerak. Javoblarga e'tibor bersangiz barchasi mana misolni shartida 50 graduslar berilgan. Bu yerda esa 25 gradus, 25 gradus, 20 gradus, 20 gradus berilganda, demak bitta xulosa chiqadiki, bu yerda burchaklar kichiklashgan bo'ladi. 50 gradus bo'lsa, javob burchaklar kichiklashgan chiqyapti. Ya'ni oddiy mana 20 gradusda nima qilish muammo-yu, 25 gradus 50 ning yarmida. Ya'ni bu yerda siz ikkilangan burchak formulasini ishlatsangiz bo'ladi degan. Boshlang'ich bilimga ega bo'lganlar mana shunaqa yo'llarni o'ylab, keyin qaysi formulani ishlatsam bo'larkan deb qidirib topsa bo'ladi. Keyinchalik misol yechish davomida o'rganganingizdan keyin bunday qilishga ham hojat bo'lmaydi. Xo'p, nima qilamiz? Ikkilangan burchak formulalarini ishlatamiz. Misol uchun surat 1 minus kosinus 2 alfa formulasi kosinus kvadrat 25 minus sinus kvadrat 25. Sinus 50 esa 2 sinus 25 kosinus 25 taqsim mahrajda ham xuddi shu kosinus kvadrat 25 minus sinus kvadrat 25 va sinus 50 o'rniga ham 2 sinus 25 kosinus 25. Xo'p, qavslarni ochamiz. Qavslarni ochadigan bo'lsak 1 minus kosinus kvadrat 25 plus sinus kvadrat 25. Bu yerda ham xuddi shu vaziyat. Bir minus kosinus kvadrat 25 plus sinus kvadrat 25. Mahrajni o'zi demak, bu yerda 1 minus kosinus kvadrat 25 lar esa ayniyat formulaga ko'ra sinus kvadratini beradi va yonidagi bilan hisoblansa 2 sinus kvadrat 25 bo'lib qoladi. Bunda ham xuddi shunday 2 sinus kvadrat 25 yonidagini o'zi. Surat va mahrajdan 2 sinus 25 ni chiqarib olamiz. Shunda sinus 25 minus kosinus 25. Bunda ham chiqarib olamiz. Sinus 25 plus kosinus 25 qoldi. Bu yerda 2 sinus 25 lar qisqardi deylik. Bizda qolyapti sinus 25 minus kosinus 25 va sinus 25 plus kosinus 25. Xo'p, bunday javob yo'q, juda ixchamlangan javoblar. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Bu yerda surat mahrajini sinus 25 ga yoki kosinus 25 ga bo'lib yuborishimiz kerak. Bo'lib yubordik. Misol uchun kosinus 25 ga bo'ldik. Shunda tangens 25 minus 1. Bu yerda tangens 25 plus 1 bo'lib qoldi. Mana shunaqa vaziyat. Xo'p, bunday javob ham yo'q, e'tibor beradigan bo'lsak. Bu yerda tangens yoki katangens formulasiga qo'yib ixchamlangan. 1 ni o'rniga, ya'ni mana formulani eslataman. Alohida kiritib ketaylik. Tangens alfa minus beta formulamiz.
tangens alfa minus tangens beta 1 plus tangens alfa kara tangens beta. Mana shu formula ishlatilgan. O'shani faqat ko'ra olishimiz kerak. Xo'p, mana shu formulani bu yerda qo'llanilganini sizga ko'rsataman. Xo'p, qanday ishlatilgan? Xo'p, mana shu vaziyatda men bu yerdan davom qildiradigan bo'lsam, minusni qavsdan tashqariga chiqazib oldim. Shunda minusni chiqarish ham shart emas ekan o'zi. Ya'ni tangens 25 minus tangens 45 deyish mumkin birni. Mahrajni esa 1 plus tangens 25 ko'paygan tangens 45 deyishimiz mumkin. Chunki 45 gradusda qiymat baribir 1 ga teng. Hech qanday o'zgarish yo'q va yuqoridagi formulaga to'g'ri kelyapti, e'tibor beramiz. Alfaning o'rnida 45 gradus yo 25 gradus, betaning o'rnida esa 45 gradus. Buni yozishimiz mumkin 25 minus 45 deb. Javobimiz bo'lyapti tangens minus 20 gradus yoki minusni olib chiqib tangens 20 gradus deyishimiz mumkin. Bunday javobimiz albatta bor edi. D javob ekan.